Assalomu alaykum barcha avtoshartuz ashaddiy obunachilari, ashaddiy muxlislari, jigarlarimiz, kuzatib o'tirgan aka-ukalarimiz, barchalaringizga Qizlavot TVni albatta mana topdim va nihoyat bugun Sayfiddin akanikida birgalikda albatta o'tirdik, nonushta qildik. Ya'niki kattakon rahmat. Kim bizni kuzatib o'tirgan aka-ukalarimiz bo'lsa, Qurbon hayit bayramlaringizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Bizdan nimaiki yomonlik ko'rgan bo'lsangiz, aziz akalar, ukalar, endi ba'zi aka-ukalarimiz to'g'ri tushuningizlar, yaxshilik ham yomonlik ham maqsad. Ba'zilari kommentariya yomon fikr bildirgan, ba'zilari yaxshi fikr bildirgan. Bizdan nimaiki gina o'tgan bo'lsa, yana-ki uzr so'rab qolamiz. Bu kunda jonlaringiz omon bo'lsin deb qolamiz. So'z navbatini Qizlavot TVga, ya'niki shudagi kollektivlarga beramiz. Kimda nimaiki savol-javoblar bo'lsa, kommentariyaga o'z fikringizni qoldirasizlar degan umidamiz. Qizlavot TV yo'qolib qoldi deb 2 kun video oldin qo'yganim. Ko'pchilik aka-ukalarimiz WhatsApplariga zigala so'ytashyapti, ya'niki nima bo'ldi, nima qo'ydi, hech narsa bo'lgan yo'q. O'zaro shurda kamroq PR edi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum qadrli avtoshartuz obunachilari, assalomu alaykum qadrli Qizlavot TV obunachilari. Avvalambor hammalaringizni bugungi Qurbon hayit ayyomi bilan hammalaringizni chin qalbimdan tabriklayman. Akalar, ukalar, opalar, singlar, xolalar. Xayr olsun jigalar, omon bo'lingizlar. Farzandlarimiz baxtiga, ota-onalarimiz baxtiga, xo'jayinlarimiz baxtiga sog', omon eringiz, ayollarimiz kuzatib turgan bo'lsa. Xo'p, qolaversa mana bugun Robjon do'stimiz mehmon bo'ldi. Bugun meni Qurbon hayitga haylab kelgan ekan. Hayit qolgan aka-ukalarimiz bo'lsa mana 3 kun hayit dedi. Kelingizlar bemalol. Ustasizga 3 kun. Xo'p, do'stim, Fransiya Dinqanov avtoshartuz ashaddiy obunachilar kuzatib turibdi. Assalomu alaykum avtoshartuz obunachilari. Sizlar avtoshartuz obunachilari. Bugungi Qurbon hayit bayramlaringiz bilan hammalaringizni tabriklaymiz. Mana bugun taklif qilgan ekan Sayfiddin aka. Keldik mehmonchilikda. Birgalikda o'tirdik. Hammasi 100 bo'ldi, zo'r bo'ldi. Bir prikol qilgan ekan. Akamiz, oshnamiz yo'qolib qoldi deb. Hech joyga hech kim yo'qolgan, hamma shu joyda. Hammalaringizga sog'lik, omonlik, mana shu avtoshartuz kanaliga podpisatsiya, like bosishni unutmangizlar. Hammalaringizni kasbkorlaringizga faqat yaxshi fikrlarni yozingizlar, akalar, ukalar. Hay bu brachka bo'ladi, o'zim ukam bo'ladi, bu oshnam bo'ladi, bu farg'am brachka bo'ladi. Hech qachon biz bir-birimizga xiyonat va yomonlik qilmaymiz degan umiddamiz, akalar, ukalar. Hay bu hazillashib nima niyatda yozgan bilmadim, endi o'zim bilaman nima niyatda yozmoqmiz. Avtoshartuz yozmangiz. Maqsad endi hay kamroq PR. Anchadan beri YouTube'ga video qo'ygan yo'q edi. Bir-ikki kun telefon qilib, telefonga javob bermay qoldim so'radi. Qachon telefon qilib, telefon ko'rsatgani? Telefonlar endi u yoqda mashinada, endi gapcha, syomka ko'rsatishadi. Farqini so'z navbatini beramiz, mana biroz bo'lsa gapimiz. Assalomu alaykum avtoshartuz ashaddiy obunachilar, do'stlar, yaxshimisizlar? Musobaqaga aka-ukalar, bugun Qurbon bayrami bilan hammalarni tabriklaymiz. Nimaki orzu niyatlarimiz bo'lsa, orzularingizni yetkazinglar. Avtoshartuzni qo'llab-quvvatlanglar, like'lar bosinglar, Farg'on mediadan like'lar bosib qo'llab-quvvatlanglar. Endi nima deymiz, mana Qizlavot TVni topdik-ku. Ko'rdingiz? Akalar, mana shu Farg'on mediani ham qo'llab-quvvatlab qo'yingizlar. Sonishini panelmi, kamerami uyga, nimaiki magazinga kamerami, undan tashqari antenna remontlarimi polni xizmatda. Bizni kuzatib o'tirgan aka-ukalarimiz, kanalga video chiqarimizdan bugungi maqsadimiz bu faqat odamlarni xush kayfiyat ulashish uchun, yana qolaversa aziz akalar, ukalar, tabriknoma yo'llash uchun edi. Bu yoniki reklama yoki bir PR emas. Hammasi ko'ngilochar videolar bo'lyapti. Qo'llab tursalaringiz biz ham YouTube'ga qayta maqsad mayda kontent olish, ya'niki bir qiziqarli videolar syomka qilib boramiz degan umiddamiz. Albatta birgalikda kutib qolingizlar. Tez kunda albatta videolarni zo'r chiqaradi degan umiddamiz. Hay, yaxshi yomon aytgan bo'lsa, yaxshi yomon gap aytgan bo'lsa, hammalaringizdan kechirim so'raymiz akalar, ukalar. Hay, yana bir bor bugungi hayit ayyomimiz, Qurbon hayitimiz hammamizga muborak bo'lsin. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Mana Sayfiddin ustozni o'zi ham biz ham shu. Hay, nima deb qilamiz? Yana men shularni gapiga qo'shilaman. Avvalambor yana bir bor bugungi Qurbon hayit hammalaringizga muborak bo'lsin. Biz hamisha mana shu salgina bo'lsa ham xalqimizga, obunachilarimizga shu yuziga kulgi tabassum qilish sifatini ustida biz yuramiz. Bu bo'lmayapti. Harakat qilyapmizki, shu biz ham shu narsani olib chiqishga, bayinlarni olib chiqishga endi astalik bilan bo'ladi. Sirazi bo'lmaydi-ku. Astalik bilan
bo'lib ketadi bu. Bu Qancha narsani bo'lsa podержкада. bu narsani hammamiz to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Biz hali unchalik YouTube'da nima chiqib ketganimizga Xudoga shukr, yaxshi idealarni olib boramiz degan umiddamiz akalar ukalar. Ya'ni xalqimizga nimaga kechqurun foydali video chiqaryapmiz, shu xalqimizni o'ylab bunday aytganda. To'g'rimi Afton shartiz? To'g'ri, to'ppa to'g'ri hamma. Hammasi to'ppa to'g'ri. Lekin narsamni men topib keldim. Qog'ozobodda Qog'ozobodda ketib qolgan ekan, telefon zaryadi o'lgan. Qola ham bu qabadiyonni qoradi, bu yoqda qoradi oxiri. Qog'ozobodda topib keldik buni olib keldim. qolib ketgan blogerlar qayillab ketsanmi aqlar? Kesin. Sizni O'shamizga 3 kun ayt degan. Kesin. Lekin ha bugun birinchi kunida. Ha. 3-chi kun kelsa ham kesin. 3dan kechtirib kelaymiz. 4-chi kun kelsa-chi? 4-chi kun qabul qilmayman. Kech bo'ladi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Hammangizga rahmat, jigarlar. Sog'lik, omonlik. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha to'y tomoshalarda. Sog' bo'linglar.